Misol uchun aka, siz ichidan kirganingizda birinchi отделimiz santexnika отдели. Xo'sh. Xullas, do'kon juda katta aytganlaridek yo'q degan so'z ishlatilmaydi. Uy qurmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, noldan ko'tarish kerak. Albatta. Noldan ko'tarish kerak. Обязательно sement kerak bo'ladi. Biz sementimiz ham bor. Yo'q. Apalka deysizmi? Apalka ham arendaga topib beramiz. Hozirda xonadonlarga eng hadavoy 20likmi, 30likmi qaysi ketadi? Romay do'konni yangi filialiga tashrif buyurdik. Assalomu alaykum, Umid Rashidov kanali kuzatuvchilari. Sizlar bilan telefon orqali ko'rishib turganimizdan juda ham xursandmiz. O'rtoqlar, eslaringizda bo'lsa, biz Termiz shahridan Romay do'konini chiqargandik va bu videomizda juda ko'p kishi iliq fikrlar va negativ fikrlar ham bo'lgan ekan. O'sha negativ fikrlar yoki iliq fikrlarda tushunmagan joylaringizda esa biz ochiqlik kiritish uchun, ya'ni mana shu savollarga javob berish uchun Romay do'konini yangi filialiga tashrif buyurdik. Yangi filial o'rtoqlar Termiz Taxta bozorida joylashgan. Ekranda ham manzillarni ko'rsatib o'tib ketamiz. Bu yerda yangi do'konda narxlar ham arzon va assortiment juda ko'p ekan. Hozir birgalikda sizlar bilan do'konni aylanib chiqamiz. Undan oldin siz bitta laykchani bosib, podpishka qo'yasiz. Keyingi videolarda birinchilardan bo'lib ko'rib borish uchun esa podpiska tugmasini ham bosib qo'yish foydadan xoli qilmaydi. Boshladik do'kon. Xo'p o'rtoqlar, bizda bugun do'kondagi mahsulotlar va narxlar bilan tanishtirish uchun Jasur akamizni taklif qildik. Xudo xolasa chiroyli kontent bo'ladi. Assalomu alaykum, bizni kuzatib turgan kuzatuvchilar. Men ismim Jasur. Romay kompaniyasi Taxta bozordagi filialida sotuv menejeri bo'lib ishlayman. Bugun sizlarga tovarlar haqida, mahsulotlar haqida qisqacha obzor qilib o'tamiz. O'rtoqlar, juda ko'p kishi o'tgan videomizda kommentariya yozishgan ekan, 1001 do'koni haqiqatan ham zo'r, lekin notomoni bor, narxlari qimmat deyishgan ekan. Yo'q, endi Romay brendi asosida ish faoliyat boshlagandan buyog'i narxlar zavod narxida, ba'zi mahsulotlar zavod narxida ham sotilayotgan ekan. Ishonmasangiz, kelib yangi filialdan narx-navoni taqqoslashingiz mumkin. Kelgunizcha ham biz Jasur akamiz bilan birgalikda qo'ldan kelgancha sizlarga obzor qilamiz. Xullas o'rtoqlar, do'konga kirib kelishdan birinchi ko'z tushadigan mana bu tashqaridagi narsalar bo'ladi. Xo'p, Jasur aka, keling. Bitta qisqa tushuntiraylik. Narvonlarimiz necha metrdan necha metrgacha olishlari mumkin? 1 metrdan to 12 metrgacha bor. Aha. Ularning orqasida yomg'islarimiz bor. Necha litrgacha bor? Eng kichkinasi kattasigacha. 60 litrdan to 3000 tonnagacha, 3 tonnagacha. 3 tonnagacha bor. Bochkalarda ham har xil ranglardan bor. Bor. Shunday. Firmasiga qarab santexnika turbalariga ko'zimiz tushyapti. Shunday. Santexnik turbalar, kanalizatsion turbalar, santexnik turbalar, suvdagi tepada stiklovatolarimiz bor. Suvlarga ham bor, ha? Обязательно. Обязательно. Va do'konda birinchi marta Romay do'konida ko'rayotganim bu yerda gipsokardonlar ham bor. Gipsokardon. Faqat gipsokardonmi yoki boshqa mahsulotlar ham bormi? Orqamizda profillar ham bor. Gipsokardon 3 xil 4 xil variantlari bor. Firmasiga qarab. Orqada esa profillarimiz bor. Bu tarafda ham yomg'islarimiz, bu yerda esa gazonokosилkalarimiz. Mana bu elektrik variant. Bu benzinlik variant. Tepada shilpovka qiladigan betonli apparat, shilpovka qiladi. Pastda betonmeshalka. Undan tashqari qurilish materiallaridan yana nimalar sotyapsiz? Lapatkalar bor bu yerda. Yo'q, lapatka emas, masalan, sement, reka, yog'och. Bor, sement ham bor. Rekalarimiz ham bor. Kimdir gaz turba tortaman desa, unga ham turba topib beramiz. Turbalar ham bor, temir turbalar. Xuddi shunday. Bu tarafda sementlarimiz bor. Kelib bemalol ko'rishingiz mumkin. Hozir do'konda ichkaridan ham obzor qilamiz. O'rtoqlar, videoni o'tkazib yuborish yo'q. Faqat bo'sh o'tirmasdan laykni tirsillatib turamiz. Shunday. Sementlar narxi qancha hozirda? Sementlar narxi 38 ming so'mdan 32 ming so'm, 40 ming so'm har xil aka. Jasur aka, qaysi viloyatlarniki? Bu Sherobod bilan Samarqandniki.
Narxi 35 ming, 37 ming so'm. 35 mingdan 37 ming so'm. Xuddi shunday. Kelasizlar, bemalol qaysi viloyatga, ya'ni Surxondaryomi, Samarqandmi? Olib ketaverasizlar. Dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Dastlabki ham bor. Bor. Zo'r. Endi do'kon ichkarisiga kiramizmi yo tashqarida mahsulotlar tugadi, ha? Tashqarida turgan yo'q aka, bu yerda bu tarafda bor, setkalarimiz bor, aytganimizdek setkalarimiz bor. Aha. Qanday foizli kerak bo'ladigan bo'lsa, 50%likmi, 70%lik, 60%, 80, 90, 100%gacha bor. Bu o'ylashimcha, mana bu setkalar faqat quyosh qaytarish uchun emas, suvni ham o'tkazmaydi-ya ba'zilari. Ba'zilari, hammasi emas. Mumkin shunday. Aslida bu quyosh qaytarish uchun qo'llanadigan narsa-da. Kimdirlar bu bilan baliq tutishi ham mumkin. Tutadi shundaylar bor. Shunday. Setkalarimiz ham hammasidan bor ekan. Mana o'sha narvonlarning uzun variantlari. Bu aytgan narvonlarimiz bor. Bu falgalar va bu yoqda hozirda eng ish beradigan va kerakli o't o'rish apparatlari. Mana ularni ham sherdan olishingiz mumkin ekan. Xo'p, qisqacha narxlarni aytib o'tib ketaman. 838 ming. Undan tashqari 1 million 380 mingga ham bor. Mana bu ham 500 ming so'mdan to 2 milliongacha bor bu. 2 milliongacha bor. Nasiha. Bu tarafda yashiklari ham bor. Vodomisyorkalarimiz bor. Termix degan firmalar ichkarida ham bor, boshqa firmalarniki. Qaysi firma kerak bo'ladigan bo'lsa, litri bor, 4 litrdan to 10 litrgacha, 15 litrgacha bor. Olsa bo'ladi. Endi ichkari kiramizmi? Xohlasangiz kiramiz. Bo'ldi. Qani, ichkariga kiramiz o'rtoqlar. Hozirda qaysi mahsulotlar yaxshi talab bo'lyapti? Hozirgi kunda misol uchun birinchisi nasos. Yozgi kuni kelyapti. Shuni ko'rsataylik iloji bo'lsa. Keling aka. Aytganingizdek, hozir suv eng ko'p ketadigan mahsulot bo'lib qoldi. Undan tashqari qurilish boshlangandan keyin santexniklarga kerak, dehqonchilikka kerak, hammasiga. Misol uchun mana papilog nasoslarimiz bor. Va avtomatik nasoslarimiz bor. Xo'sh. Bu tomonda esa benzin bilan ishlaydigan nasoslarimiz. Misol uchun men Polon firmasining nasosini oladigan bo'lsak, 1 soatda atiga 400-500 gram benzindan rasxod qiladi. Tok bo'lmagan joylardan bemalol ishlasa bo'ladi. Narxi 2 million 218 ming so'm. Biz bu oxirgi narxni qo'yib berganmiz. Bu chegirmasi yo'q. Oldin do'konlarda 2,5 million qo'yilardi, keyin bo'ldi 300 ming so'm o'tdik siz uchun deyilardi. Shunday. Bunda ham shunaqami yoki shu sotiladigan narximi? Nasib bo'lsa aka, biz endi passiyani, xudo xolasa, supermarket qilamiz. Misol supermarketga kirsangiz, oxirgi narx qo'yiladi-ku. Shunday, Bu yerda ham shunday qilamiz. Avval to'g'ri o do'konda bo'lar edi. Misol 2,5 million narx qo'yilar edi, o'zi 2 million 100, 2 million 200 qilib beriladi aytganingizda. Hozir bu yerda unday emas, o'sha oxirgi narx qo'yib beryapmiz. Hamma mahsulotga uchun oxirgi narx qo'yamiz. Tushundim. Bu yerdan kelasiz, taqalgan joyi shu bo'ladi. Xuddi shunday. Arzon qilib. Agarda masalan, qarang, bu mahsulotlar hammasi borda, bitta kamchilik pul. Kimdir oyligi oylik oxirida tushadi, kimgadir qayerdandir pul keladi. Agarda naqd pul bo'lmasa, qanday yo'llar bor? Xuddi o'sha narsaga biz muddatli to'lov yo'nalishiga qo'yganmiz. Misol uchun bitta pasport evaziga 600 ming so'mgacha sizga limit bor. Bitta pasport evaziga. Lekin plas bo'lsa sizga pul aylangan bo'lsa 30 milliongacha xohlagan biznesingizni boshlash uchun pul tovar qilib beramiz. 30 milliongacha tovar sotib olsa bo'ladi. Shunday. Bu juda yaxshi. Undan tashqari o'rtoqlar, bitta mana shu nasoslarni ko'rsataylik, sababi santexnik xonadonlarga, обычный xonadonlardan juda ko'p kerak bo'ladi. Shunday. Narxlarni boshqa do'konlar bilan solishtirishlari uchun mana shu yerda bitta kichkinasidan, bitta o'rtachasidan narxlarni aytdik. Mana misol uchun Roli firmasiniki 370 taligan narxi 780 ming so'm. Xo'p. Misol 750 taligan narxi 1 million 280 ming so'm. 550 taligan narxi 1 million 180 ming so'm. Oxirgi narxlar qo'yilgan. Zo'r. Ko'pincha talab bizda Shimjiga bo'ladi, EPAga bo'ladi. Shunday. Shimji EPAlariki mana bu tarafda bor. Mana Shimjiniki 550 taligan 1 million 188 ming so'm. 550 talik. 750 talik 1 million 80 ming so'm. Avtomatikasi ham bor, har qanaqasi bor. Necha xil mahsulotlar bor bu yerda yoki etap-metap bitta ko'rsatsangiz? Misol uchun aka, siz ichidan kirganingizda birinchi отделimiz santexnika отдел. Xo'sh. Bu yerda misol uyingizga nima narsa qilmoqchi bo'lsangiz, santexnika bo'yicha hamma narsa sotiladi. Bizning do'konda bitta gap bor, yo'q degan so'z ishlatilmaydi. Faqat bor. Faqat bo'lmasa topib beriladi. Topib beriladi. Topib beriladi nasib bo'lsa. Misol uchun Aristonlar. Bayama firmasiniki, Royal firmasiniki, EPA firmasiniki. Xohlaganingizda necha litr kerak bo'lsa, 50 litr, 30 litr, 100 litr, 80 litr qanday biz topiladi.
smesителarimiz bor. Dushlarga qo'yishga, oshxonalarga qo'yishga, rakvinalarga qo'yishga. Keling, Jasurbek, bunday qilaylik. O'zi eng qimmat narsa vaqt hisoblanadi. Xalqimizda vaqtini olmaylikda. Do'kon haqiqatan ham katta. Mana shu mahsulotlarni qisqacha siz obzor qilib aytsangizda, do'konda shobi nima borligini bilsin. Narxlariga keladigan bo'lsak, biz qisqacha aytasiz, masalan, nech puldan nech pulgacha kerakli mahsulotni pastda telefon nomer qoldiramiz. Operatorlarga aloqa chiqsa, operatorlar narx-navosi bilan tushuntirishadi. Smestillarimiz masalan nech puldan nech pulgacha? Smestillarimiz 100 ming so'mdan tortib 400 ming so'mgacha bor. Har qanday firmaniki, har qanday sifat. Undan tashqari, santexnika turba, Saydintel deysizmi, Izgon deysizmi, Vintel deysizmi, hammasi bor. Unisida muammo yo'q menimcha. Shunday. Filtrlar, misol uchun, sovunni qo'ygaysizmi yoki bo'lmasa nima desak, hammasi bor. Hammasi bor. Bizda santexnika отделimizdan keyingi отделimiz bu xossavar отдели. Xossavarda hamma narsa bor. Misol uchun elektrichеский kerak deysizmi, misol uchun shit deysizmi, lampochka, led, atvorka, nima kerak bo'lsa hammasi bor. Mana bu yoqda firmalar, katta zavodlarga, xonadonlarga xullas hammasi bor. Shunday, stabilizator deysizmi, UPS deysizmi, kontaktor hamma narsa bor. Xullas, do'kon juda katta, aytganlaridek yo'q degan so'z ishlatilmaydi. Misol sizda uyingizda uy qurmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, noldan ko'tarish kerak. Albatta. Noldan ko'tarish kerak. Обязательно sement kerak bo'ladigan bo'lsa, sementimiz ham bor. Yo'q. Apalka deysizmi, apalka ham arendaga topib beramiz. Hamma narsa bor. Aytganimda yo'q degan so'z ishlatilmaydi. G'ish desangiz g'ish ham topib beramiz. Muammosi yo'q. Muammosi yo'q. Faqat do'konga kelsa bo'ldi. Xuddi shunday. Shifer bizga murojaat qilsa bo'ldi. Menga shu narsa kerak desa bo'ldi. Hamma narsani topib beramiz. Ayniqsa musofirdan turib bemalol ishni bitkazsa bo'lar ekan. Обязательно. Ishni ham topib beramiz. Вообще zo'r. Bunaqa do'kon menimcha Surxondaryoda bitta bo'lsa kerak. Misol, musofirda yurgan akalarimiz, o'sha Rossiyada endi o'zi kelolmaydi-ku, faqat pul topish kerak, ishlash kerak. O'sha yerda turgan akalarimiz uy qurdiraman desa ham, ustalarimiz ham bor. Borib o'zimiz ustalari aytamiz, qurib beramiz. Lekin tasavvur qilyapman, Romay brendi bilan orqada maykalarda yozilgan 5 ta ustalar borib tars-tars uyni bitkazib beradi. Gap yo'q. Bu ham bu marketingda bir nimasi, qulayligi, bemalol aloqa chiqishingiz mumkin. Xo'sh, bu yerda divjoklarimiz bor, baribir svet o'chadi. Shunday. Do'konlarga kerak. Kerak narsa. Ko'pincha hozir bizga aptekalarga olinyapti. Aptekalarga, yangi ochilgan aptekalarga talab qilinadigan narsa divjok bo'ladi. Divjok bu yerda kompressor deysizmi, stabilizatorlar, UPSlar har qanday firma. Hozir endi toklar avtomatik pasayadi. Pasayadi. Yozgi kunida pasayadi. Hech bo'lmasa bitta uyda ikkita konditsioner yoki bitta konditsioner qo'shiladi. O'sha hisobidan stabilizatorlar sifatlisi kerak bo'lsa ham tashrif buyuraverasizlar. Bular endi qaysi? Bu EPA firmasining o'nkilovolt stabilizatori. Hozirda xonadonlarga eng hadavoy 20 likmi, 30 likmi qaysi ketadi? Shu biz do'konimizda 500 wattdan to o'zi aslida xonadonga olinadi 20 kilovattgacha-da. 20 kilovattdan tepasi tashkilot yoki boshqa narsa. To'g'ri qo'yiladi, katta xonadonlarga 30, 40 lab qo'yilishi mumkin. 20 liklar necha pul? Misol bizda 20 lik EPA firmasini latinli varianti bor. 110 dan 250 gacha degani bu 100 to'kis 110 ga tushib ketgan taqdirda shuni 220 qilib maksimal qilib beradi. 250 ko'tarib ketsa, uni ham 220 qilib tushib beradi. Buni narxi 6 million 980 ming so'm. Yaxshi ekan, zo'r. Kichkinalarchi 10 liklar? Kichkinalari mana EPA firmasiniki bilan 10 kilovattlikniki 3 million 280 ming so'm. 280 ming. Zo'r. Aytganimdek, bu oxirgi narx qo'yib berganmiz. Sotiladigan. Shunday. Bu tarafda pilsoslar bor, keyin dori sepkich apparatlarimiz bor. Buni benzinlik. Mana bu misol uchun dori sepkich apparatim benzinlik. 178 ming so'm akajon. Bemalol bu bakalashkaga qappog'ini teshib mana bunaqa qilib yotgandan ko'ra 178 mingga bitta olsangiz, maza qilib bir 4-5 yil ishlatasiz. Avaylab ishlatsangiz, hech kimga bermagan holatda. Birovga bersangiz tamom. Xo'sh, pilsoslarimiz o'rtoqlar 1 million 980 mingmi? Xuddi shunday klassik motor firmasining pilsosi, bir motorlik. Mana bu ham bir motorlik, Ritermax degan firmaniki 2 million 198 ming. Bu Egar degan firmaniki. Bular zo'r firma. Bular bir motorliklar. Kattaroqlar esa 2 motorlik. Bunisi esa 3 motorli. 2 million 180, tez aytib o'tib ketaman, shu joyini eslab qolasizlar. Bunisi 5 million 580 ming so'm. Ora-orada narxlarni aytib olaman o'rtoqlar. Chunki hamma narxi yozilgan. Do'konga kelsangiz ham bemalol o'zingiz aylanib chiqsangiz bo'ladi. Undan tashqari tarozilarimiz bor.
Tarozlarni ham qisqacha aytib o'tib ketaman. Bu necha kilolik edi aka? Bu 200 kilolik. 200 kilolik. Misol zargarlarga kerak bo'ladigan asosiy gram tarozlar bor. Ular ham bor. Misol uchun mana bittasi. Ha, mana. 178 ming. Shunday. Buni bilasizmi, nimadan ishlasa bo'ladi? Pazandalarimiz ovqatlarni qilayotganda gramlab bo'lsa bo'ladi. Uchinchi modelimiz apparatura. Boya aytganimizdek, apparatura. Bu yerda apparatlar, misol usta akalarimiz kerakli bo'lgan mahsulotlar sotiladi. Mana nasoslar bor ekan, fermerlarga kerakli, eng kerakli narsa suv, bu hayot deydi. Albatta suv kerak bo'lgandan keyin suvni chiqarish uchun nasos ham kerak. Nasoslardan shu yerdan olasizlar. Bu mana ular nima emas, sirkulyatsiya qiladi, ha? Suvni sirkulyatsiya qilib beradigan nasoslar. 499 ming so'm. Bu asosan kotyollarga, xullas ana shunday mahsulot ishlarga ishlatiladi. Shunday. Keyin eng xadovoy odamlar solishtiradigan narsa bor. Santexnika bo'yicha odamlar xonadoniga qo'yadi. Bitta quduq qildingizmi, обязательно u nasosdan kerak. Shunday. Bitta narxini aytib o'tib ketaylik, o'shalarda bormi? Taktoy nasoslarimiz. Santexnika nasoslarimiz bor aka. Avtomatika и avtomatik suxoy zashta deyiladi. Suxoy zashta degan ma'nosi, misol suv kelmay qolsa, o'zini avtomatik 4 daqiqadan 6 daqiqagacha o'chadi. Kuyib qolishini oldini oladi. Shunday. Bu nechtalik? Bu 750 talik. 1.280 ming Role firmasini nasosi, kichkinalari 370 talik, 980 ming. 980 ming. EPA va shimjelar ham bormi? Обязательно. Bu bo'lmasa do'kon yo'q. Shunday. Yuragi deydi-ku do'kon. Misol EPA firmalarimizga, keyin shimje firmalarimizga. Bu ham suxoy bormi? Shunday, обязательно suxoy zashtasi bu. Bu orqada polvon firmamizga. 1.388 ming. Bu 350 talik? 300 talik. 300 talik. 300 talik EPA firmasining. Shimjelarchi? Shimje o'sha qo'lingizdan ushlaganida bular 370 taligi 1.180 ming so'm. Kattasi-chi? Kattasi 1.100 taligi, narxi 1.680 ming so'm. Bu tochkasi ko'proq bo'lsa, shunday. Shunday. Ko'proq tochkali xonadon bo'lsa, juda zo'r. Katta nasosga qo'yiladi. Haqiqatan ham assortiment juda ko'p. Bemalol tanlab olsa bo'ladi. Bu tarafda nabor kulishlarimiz bor, ambor, atyorka, turbor. Hamma narsa bor. Kulishlari ham bor. Usta akalarimiz jon dili santexnika va narsalarga ishlab bergan. Utyuglar, shpiyot, preparator, drel, bolgarka, hammasi bor. Benzopilar, hammasi ham bor. Ish quroling soz bo'lsa, mashaqqating oz bo'lar deydi-ku. Xuddi shundayki, qanaqa ish qurol kerak bo'lsa, ya'ni instrument kerak bo'lsa ham kelaverasizlar. Svarkalarimiz bu yoqda 838 mingdan boshlanadi, 738 ming ham bor, 980 ming. Bu yoqda 1.080 mingga bor. Mana bu kattasi nimami? Faqat svarka bu? Svarka. Bu yerda almazli disklarimiz bor, atreznoy disklarimiz bor. Kantashkami mana bu? Xuddi shunday. Kantashka qancha? 1.980 ming so'm. Bunga sim kerakmi, kislorod kerakmi yoki o'zidami? Kerak kislorod. Kerak, mana bunisida menimcha kislorod kerak emas. Bu abishni xonadonga ishlatsa bo'ladi, 1.800 ming so'mga bemalol bez kislorod ishlatsangiz bo'ladi. Bu tarafda benzopilalarimiz bor. Bu tomon ham shu instrument. Shunday. Qatori. Bu tarafda EPA firmamizning mahsulotlari bor. Utuklarimiz o'rtoqlar 983 ming, kattalari, kichkinalari xo'jalikka, ya'ni xonadonga 981 ming so'mdan. Yo'q, siz sal xato aytdingiz. Adashib ketdingiz. 398 ming so'm. Men buni ko'ribman. Bu 780 ming so'm. Bo'ldi, men tepani ko'ribman. Uzr do'stlar. Sertifikatni ko'rib olasiz. Uzr. Do'konga ishga kirsak bankrot qilar ekanmiz. Svarkalarimiz bu ham EPA kompaniyasiniki. Bu yerda eng arzoni 2.98 mingdan boshlanar ekan. To kattalari yo'q, 2 milliondan emas, bizda boshlanadi 1 milliondan o'rtacha EPAning boshlanadigan bo'lsa 1.680 ming, 1.480 ming, 1.280 ming so'm. Misol uchun 2 million. Jasadiga qaramasganda? Jasadiga qaramang. Bo'ldi. Eng mana bu 2.380. Mana pastda abboyniklarimiz bor. Juda ko'p hozir mana shu abboyniklardan olib arendaga ham yurishibdi. Normal pul ishlashyapti. Shunday. Qanchadan bular? Bular narxlari 3.480 ming so'm, 4.180 ming so'm. Qarang, keyin do'konda narxlar haqiqatan ham arzon bo'ldi deyapsiz. Lekin xizmat ko'rsatishlar o'zgarmadimi?
servis xizmatlari? Yo'q. Biza qayerdan do'kon ochsa, nima o'zgarsa ham servis markazi o'zgarmaydi. Garantiyalari. Shunday garantiyasi bepul. Misol hozir EPA firmamiz servis beryaptilar. Uyingizdan turib chaqirsangiz bo'ladi. Ustalar borib uyingizga sozlab beradi. Garantiyasi berilgan, shu uyingizga borib sozlab beradi. Biz shu ko'proq ko'p firmalarni ishlaymiz. Misol uchun EPA bor. Polvon, Pit, bu orqamizda number 1 firmalarning rassalari bor. O'sha firmalardan nima kerak bo'lsa topsangiz bo'ladi bizga. Xullas, qaysi firmani mahsulot kerak bo'lsa bor. Xuddi shuni. Bog'bonlar uchun bu yoqda narsalar va men ko'rayotganim hozirda archalarga juda ko'p ishlatilayotgan, mana og'iz to'kis qilmagan bu narsa juda zo'r. Buni o'zim ishlatganman, ishlatyapman, xonadonimda bor. Eng qizig'i buni siz olsangiz archalarni xohlagan fasoningizda shakl bersangiz bo'ladi. Undan tashqari devor qilmayman, suv bor joyda avnaydi desangiz, yo'zgirit aytiladi. Ya'ni o'zbekchaga devor gul deymiz. O'shanni ham ekib, bemalol chiroyli qilib parvarishlasa bo'ladi. Bu narxi 628 ming so'm ekan. Vaqtida men $100 ga Rossiyadan olib keldim. Mashina. Juda arzon, bemalol maza qilib ishlatiladigan mahsulot. Mana xossavar отделimizda koronkalar bor, nasatkalar, shpatel, nima kerak bo'ladigan bo'lsa, perchatkalar, misol uchun terepashka, pichoqlarimiz, perstinollarimiz, tepalarda qaychilarimiz, skochlarimiz, turi bilan, fonariklarimiz. Skochlar ham rang-marang bo'lib ketdi-yu. Zamok ekan tepadagi. Zamoklar bor ekan. Shunday. Zamoklarimiz ham bormi bir 30-40 xil bormi? Bor. Kamroq aytyapsiz. Kam aytyapman. Undan ham ko'proq. Eng kami. Biroz hozir bizda joy muammo bo'lgani uchun patologik dekor natijani qilingan ekan, patologga ilib tashlash kerak edi. Xostavarda o'zi. Mana bu tomonda hozir juda ko'p kishiga ish berilayotgan narsalarga ko'zim tushdi. Xonadonlarda endi mana bunday darvozalarni ham relsli qilishyapti. Bemalol kelib bulardan olasiz. Turi bilan bor. Bu yoqda pachenniklar, bespachennik, hammasidan bor ekan. Rolik shunday. Lesalarga ham даже hozir baloncha qo'yilyapti. Arzimagan pul turar ekan o'zi. 16800 so'm. Agarda bitta komplekt lesaga mana shunaqa 4 ta balonchadan qo'ysangiz, bir o'zingiz bemalol sudrab ishlataverasiz. Bu отделimizda bolgarkalarimiz bor misol uchun. 280 ming so'mdan boshlanib to 5 milliongacha. Qanday turi, qanday оборот kerak bo'ladigan bo'lsa, hamma solib beraman. 125 talikmi, 230 talikmi, 180 talikmi qanday desa bor. Keyin shurpevortlarimiz. Bular ham bor. Misol uchun oddiy 358 ming so'm Ubay degan firmaniki. Bular juda zo'r. Eng kichkinasi. Ko'rsangiz bilan olasangiz. Juda ham zo'r. Bular bor, Rolf degan firmaniki 980 ming so'm, 880 ming so'm. Bularda ham turi ko'p. Agarda tok bo'lmagan joylarda-chi? Tok bo'lmagan joylarda o'zi mana shu narsa. Yo'q, bolgarkalarimiz. Misol bolgarkalarimiz bu toklik, mana bu esa akkumulyatorlik bo'ladi. 1 million 180 ming so'm narxi. Bular ustakalarga juda foyda keladigan narsa. Tepada ishlaydigan, tom qiladi-ku, sfer yapadigan akalarimiz bo'ladi-ku. Xohlagan joyda tabiiy. Bu narxi 1 million 180 ming so'm Rolf degan firma. Bundan tashqari mana bu nima narsa aka? Bu aka yangi kelgan narsa. Bu shturbarez deyiladi. Bu devor kesadigan apparat, betondagi yerdan kessangiz bo'ladi. Misol uchun disklari topiladimi o'zi? Topiladi. Bizdan topiladi ekan. O'zida bor. Bor. Bu esa Wagner apparatlarimiz, Bioti degan firmaniki, Ubay degan firmaniki. Mana bular Bioti degan firmaniki. Bular nima ish bajaradi? Buni vazifasi ohak sepadi. Vaqt ketkazib ohak qilmaysizda, ohak sepadi. Keyin hapyor sepadigan apparatlarimiz mana shularda. Preferator Bioti degan firmalarniki, Rolf degan firmaniki, sirkulyarka. Sirkulyarkalarimiz nechilon bo'lyapti? Mana shu nechtalik ekan bu? Bular bu 185 talik. 578 ming a? Shunday 578 ming so'm. Bular ham narxi 400 mingdan boshlanib to 2 milliongacha bor. Razmeriga qarab. 3 million, 4 milliongacha ham topiladi. Undan tashqari o'rtoqlar bu yerda yangiliklar juda ko'p ekan. Hozir nimagadir ko'zim tushuvdi mana shu yerda yangilik narsa ko'rdim. Mana. Kadr orqasida ko'rdim. Endi agar svet o'chib qolsa, ishni to'xtatish yo'q. Ustalarga umuman dam olishgan vaqt qolmayapti o'zi instrumentlarning zo'rligidan. Bu
Mana ko'rgan bo'lsangiz, mana o'zi ishlatadiganingiz. Bu to'kli varianti. Agarda svet 2 soat o'tsa, santexnika ish o'ldi degani. Endi mana bu apparatni olsangiz, siz svet o'chadimi, yomg'ir yog'adimi, shamol bo'ladimi, qizig'i yo'q. Bu bilan ishni davom ettirasiz. Buni narxi atiga 880 ming so'm, chegirma o'zini taqalgan narxida. Bu nimalar qiladi? Xuddi mana shu to'kli variant qiladigan barcha ishni bu ham qila oladi. Necha soatga yetadi zaryadkasi? Buni zaryadkasiga 6-7 soatga bemalol yetadi. 2 soatga svet davom kelib oladi-da, buni ishlatasiz, buni sraz yana zaryadkaga qo'yib olasiz, muammosi yo'q. Shunday. Eng qizig'i mana bu kabel yetmaydigan joylarga menimcha juda zo'r narsa. Foydasi ko'p tegadi, bu narsa. Bu ham yangilik. Yana qanday mahsulotlar bor? Boshqa do'konlarda yo'q narsalar, nimalar bor? Misol uchun nabor. Shurpevortlarimiz, bolgarka, arralarimiz, komplekt. Mashinani bagajiga shundoq tashlaydi, bo'ldi, boshqa narsa kerak emas. Xuddi shunday. Bular ham juda arzon narxi, 1 180 ming so'm. Shuncha instrumentmi? Shunday. O'zi mana bu perforatorda o'zi 1 million turadi. Biz aytamizki, xalq o'ylagan holda hamma narsani arzon qilamiz. Do'konimizda. Bitta perforatorda o'zi 1 million turadi. Tem bo'lib bu akkumulyatorlar. Arrasi ham bor, shurpevorti ham bor, bolgarkasi ham bor. Bu hammasi akkumulyatorli, ha? Hammasi akkumulyatorli. Dalani o'rtasiga borib ham ishlasangiz bo'lar ekan. 4 ta instrument, 2 ta akkumulyator bor. Almashtirib ishlatasiz. Almashtirib ishlataverasiz. Zaryadi normal 2 soat 3 soat ketadi. Zo'r. Xo'p, o'rtoqlar, yana bitta sizlarga qiziq instrument ko'rsatib o'tib ketaman. Bu mana bu akkumulyatorlarni zaryadga qiladigan apparat. Bu bilan siz bemalol pul ishlasangiz ham bo'ladi. Sababi tok havodan kelayotgani yo'q. O'zi lishni ishlatib qo'ysangiz limitga chiqyapti. Bemalol qo'ni-qo'shni, qarindoshlarnikini yoki mahalla kuyda akkumulyatorlari o'lib qolsa, bemalol siz juda tez holatda buni zaryadkalab akkumulyatorlarni to'ldirib berasiz. Bir marta o'rgatib olsangiz bo'ldi, xudo xolasa kelishaveradi, siz esa soqqani qilaverasiz. Apparatimizda narxiga keladigan bo'lsak, xo'p, 598 ming atiga. Buni ham shu do'kondan kelib olib ketasiz. Bu yerda ko'rsatib turadi. To'liq ma'lumot olish uchun aytganimizdek, pastda call center markazi raqamlarini qoldiramiz. Bemalol telefon qilib, o'zingizga kerak bo'lgan mahsulotlarda narxi bilan tanishib chiqishingiz mumkin. Undan tashqari, agarda siz bizni boshqa viloyatdan kuzatayotgan bo'lsangiz, 12 ta viloyatga dastavkalar mavjud. Xonadoningizdan turib ham, uydan chiqmasdan qurilishni davom ettiraversangiz bo'ladi. Dastavkalarni esa Rovay do'koniga qo'yib bering, xonadoningizga olib borib berishadi.